Xo'p, assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, Bilimdon bolajon olimpiadamizni maktab bosqichini 4-sinflar uchun bo'lgan testlarni tahlilini ko'rib chiqamiz. Birinchi savoldan boshlaymiz. Sehrgarning bog'ida 30 ta hayvon bor. Kuchuklar, mushuklar va sichqonlar. Sehrgar 6 ta kuchukni mushukka aylantirib qo'ydi. Demak, kuchuk, mushuk va sichqon bor va 6 ta kuchukni mushukka aylantirib qo'ydi. Demak, bundan 6 ta kamayadi. Mushuklarga 6 ta qo'shiladi. Keyin esa 5 ta mushukni sichqonga aylantirib qo'ydi. Endi mana aylantirgan mushuklardan tashqari mushuklarning ichidan 5 tasini sichqonga aylantirib qo'ydi. Bundan 5 ta kamayadi. Bunga 5 ta qo'shiladi. Demak, umumiy hisobni qarab chiqadigan bo'lsak, mana bu kuchukning 6 tasini 5 tasini sichqonga, bittasini mushukka aylantirib qo'yganga hisob o'zi asli. Endi uning bog'ida kuchuklar va mushuklar, sichqonlar soni teng bo'ldi. Endi tenglashib qoldi. Asli boshida 30 ta edi. Endi 10 ta bo'lib qoldi. Demak, 10 ta kuchuk, 10 ta mushuk va 10 ta sichqon bo'lib qoldi. Demak, kuchuk qanday 10 taga erishdi? 6 ta kamayganligini hisobiga. Demak, boshida 16 ta kuchuk bo'lgan. 16 ta. Mushuklar qanday 10 ta qiymatga erishdi? 6 ta qo'shilib 5 ta ayrilgan, ya'ni bittaga ko'payganligi hisobiga. Demak, boshida ular 9 ta bo'lgan. Sichqonlar qanday 10 ta bo'ldi? 5 ta qo'shilganligi hisobiga. Demak, ular 5 ta bo'lgan. Dastlabki holatda 16 ta kuchuk, 9 ta mushuk va 5 ta sichqon bo'lgan. Keyin ulardan kuchuklardan 6 tasi ketdi, 10 ta qoladi. Mushuklar 15 ta bo'ldi. 15 tadan 5 tasi sichqonga aylanib ketdi. Bizda mushuklar boshlang'ich soni nechta deyapti? Boshlang'ich soni mushuklarniki 9 ta. 9 degan javob A javobda turibdi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Yuzasi 36 cm²dan bo'lgan ikkita kvadrat bir-biriga bir tomonli tegib turadigan qilib qo'yildi. Demak, ikkita kvadrat bor ekan. Mana bitta kvadrat, mana ikkinchi kvadrat. Bir-biriga bir tomoni tegib turgan holat. 136 bo'ladigan bo'lsa, buning tomoni 6 dan bo'ladi. 6 kare 6 36 bo'lgan. Endi ikkita 6 birlashib, bu tomoni uzunroq tomonimiz 12 ga teng bo'ladi. 12 ga. Xo'p. O'rab turuvchi simning umumiy uzunligini toping. Demak, bu ikkita shaklda birlashtirsak, to'g'ri to'rtburchak paydo bo'ladi. To'g'ri to'rtburchagimizning bir tomoni 6, ikkinchi tomoni 12. Va shuni perimetrini so'rayapti sizdan. Perimetr topish uchun 6 ga qo'shamiz 12 ni. Ko'paytiramiz 2 ga. 36. Javob. Xo'p, 3-savol. Bog'dan hovuzga olib boruvchi yo'lakda 31 ta g'ish yotqizildi. Demak, bitta bog'imiz bor va bog'imizda hovuzga yo'lak yotqizyapmiz. G'ishlarni terib chiqib. G'ishlar quyidagi tartibda: 2 ta oq, 2 ta qora va bitta siyoh rang, bitta qizil. Qolgan g'ishtlar yo'lak bo'ylab aynan shu ketma-ketlikda davom ettirildi. Demak, umumiy hisobda bitta to'ldirishimiz uchun, bir komplekt to'ldirishimiz uchun bizga 2, 2, 4, 5, 6. 6 ta g'isht kerak bo'lar ekan. 6 ta. Keyingisi yana o'sha 6 ta g'ishtdan xuddi shu tartibda ketma-ketlikda ketaveramiz. Bunday tartibdagi misollarda 31 da 6 ga bo'lamiz. 5 tadan 1 qoldi. Xo'p, bu nima degani desa, 5 marta mana bu 6 talik komplekt yotqiziladi. 6 ta, ya'ni 2 ta oq, 2 ta qora, bitta siyoh, bitta qizil. Va oxirida bitta g'ish qolib ketadi. O'sha bitta g'ish navbat oq g'ishga navbat kelgan bo'ladi. Javob oq. Oq rangli g'ish yotqizilgan bo'ladi. Uni ham birinchisi yotqizilgan bo'ladi. 4-savol. Agar 6 soat
21 daqiqa uxlagan inson tong vaqti bilan 7:00 da uyg'ongan bo'lsa, 10 nechida uxlagan? Demak, 7:00 da uyg'ondi. Soatiga qarasa va 6 soati 21 daqiqa uxlagan. Ayab tashlaymiz. Tak 60 dan 21 da ayiramiz. 39. 6 dan 6 ni ayiramiz 0. Demak, bu kechki 00:39, ya'ni 12:39 da yotgan bo'ladi. Bunday javob. Xo'p, universitetda talabalar orasida 5 ta tilni o'rganayotgan o'g'il va qiz bolalar soni ko'rsatilgan. Qaysi tilni o'g'il bolalar qizlarga qaraganda eng ko'proq o'rganishyapti? Demak, savolda e'tibor berishimiz kerak, kim bilan kimni solishtirishimiz kerak. O'g'il bolalar qizlarga qaraganda ko'proq o'rganayotgan, ya'ni o'g'il bolalar ko'proq bo'lgan holatlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda e'tibor bersangiz, ingliz tili 123 ta, bular 145 ta. Demak, bizga ingliz tili kerak emas. Chunki bunda qizlar ko'p. Xo'p, yana shunga o'xshagan javob bo'lsa, chiqarib tashlashimiz kerak. Yana qani bormi shunaqangi javob? Xo'p, bu yerda o'g'il bolalar ustun, o'g'il bolalar ustun. Ispan tilini ham qarasak, qizlarimiz ko'proq ekan. Demak, bu javoblarni ham chiqarib tashlaymiz. Xo'p. Mana ikkita javob chiqarib tashladik. Yo arab, yo nemis tili qoldi. Demak, biz fransuz tilida javoblarda yo'qligi uchun tekshirishingiz ham hojat bo'lmaydi. Endi arab tilini tekshiramiz. Odatda test rejimida mana shunaqangi holatlar qilib, keraksiz javoblarni chiqarib tashlab ishlash ham ancha to'g'ri javob topish ehtimolini oshiradi o'quvchilar. Xo'p, 5 dan 3 da ayiramiz 2. 6 dan 1 da ayiramiz 5. Bu 52 ta. Endi bunisiga o'tamiz. 35 ta. O'z-o'zidan ko'rinib turibdi, 52 ta bo'lib arab tili turibdi. Demak, arab tilini o'g'il bolalar ko'proq o'rganishyapti. 6-si. Jo'mrakdan chelakka suv tommoqda. Suv har 3 sekundda tomadi. Demak, har 3 sekundda tomadi. Agar har bir tomchi miqdori 1 millilitr bo'lsa, 3 sekundda 1 millilitr suv tomib turibdi ekan. 3 sekundda. 1 soatdan so'ng chelakdan qancha suv yig'iladi? Xo'p, 1 soatimizni sekundga aylantirib olamiz. 1 soat 3600 sekund. Ya'ni 60 kara 60. Endi 3 sekundda bir tomchi tomayotganligi uchun 3600 da bo'lamiz 1200. 1200 ta tomchi 1200 millilitr degan javob. 7. Quyida 7 ta bir xil shaklda tashkil topgan shakl va kichik shakllar o'lchami katta to'g'ri to'rtburchakni perimetrini toping. Xo'p. 4 ta bir xil to'rtburchak va to'rtburchaklarning o'lchamlari keltirilgan. Shunga ko'ra katta to'rtburchakning perimetrini topishimiz kerak. Xo'p, bu yer 2 bo'lsa, 2 ta 2 4 bo'ladi. Bu yer 4 bo'ladigan bo'lsa, 2 ta 4 8 bo'ladi. Endi perimetr topamiz. 8 qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 2. 24. 24 degan javob A javobda turibdi. Xo'p, 8-misol. Quyidagi shakldagi kvadratlar ichidagi sonlar o'ziga teng, o'ziga eng yaqin bo'lgan ikkita aylana ichidagi sonlar ko'paytmasi natija hosil qilingan. Demak, kvadratga eng yaqin bo'lgan ikkita to'rtburchak dumaloqdagi sonlar ko'paytmasi 6/4. Shu qonuniyat x harfi ortiga yashiringan sonni toping. Demak, biz mana buni topishimiz kerak. Xo'p, 6 bo'lsa bu 5 bo'ladi. 6 kara 5 30 beradi. 5 kara 4 20 bo'ladi.
Quyida bir nechta kublar yasalgan shakl berilgan. Ushbu shaklda tashqi tomoni bo'yaldi. Nechta kubning faqat bitta yoqi bo'yalgan. E'tibor berasiz o'quvchilar. Mana bu chekada turgan kublarimizni tepasi ham, yon yog'i ham bo'yaladi. Mana bu yog'i ham bo'yaladi, bu yog'i ham bo'yaladi. Bularni ham xuddi shunday bu yog'i va tagi ham bo'yaladi. Shundan xulosa qilamizki, chekada joylashgan kublarni kamida ikkita tomoni, bo'lmasa 3 ta tomoni bo'yalgan bo'ladi. Endi faqat bitta yog'i bo'yalgan joylar qayerda turadi? Mana shu kubimizda tikka holatda, mana bunday holatda qo'yib olaylik. Siz tasavvur qilishingiz uchun ko'rsataman hozir. 3 qatormi? 3 qator. Bunaqasiga 4 qator. E'tibor bersangiz, mana bu shaklni bu yeri va yon tomonlari bo'yalgan bo'ladi. Mana buni ham bu tomoni va bu yog'i ham bo'yalgan bo'ladi. Buni ham bu yog'i va bu yog'i ham bo'yalgan bo'ladi. Buni ham bo'yalgan bo'ladi. Demak, qolayotgan joy faqatgina mana bu ikkalasi. O'rtada ikkita shakl bor. O'sha ikkita shaklni bitta yoqi bo'yalgan bo'ladi. Tag qismida ham xuddi shunaqangi shakldan ikkita bor. Demak, umumiy hisobda 4 ta shaklni bitta yoqi bo'yalgan bo'ladi. Xo'p, 3 ta yoqi bo'yalganlari so'ralsa, 3 ta yoqi odatda burchak qismlarda joylashgan bo'ladi. 3 ta yoqi odatda burchak qismlardagilarda joylashgan bo'ladi. 4 ta, pastida ham 4 ta, 8 tasini 3 ta yoqi bo'yalgan bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 12 tasini 2 ta yoqi bo'yalgan bo'ladi. Xo'p, bizdan bitta yoqi bo'yalganlar so'ralganda bir javobni belgilaymiz. Xo'p, 10-savol. 7 tonna 5 sentner 83 kilogramm ayirishimiz kerak. 83 dan 90 da ayirib bo'lmaydi. Bir qarzdor beramiz. 1 sentnerimiz 100 kilogramm. 183 dan 90 da ayirib tashlasak 93 kilogramm. Xo'p, 4 sentnerdan 6 sentnerda ayirib bo'lmaydi. Qarzdor beramiz. 1 tonnamiz 10 sentner. 14 dan 6 ni ayirsak 8 kilogramm. 8 sentner. Xo'p, 6 tonnadan 3 tonnani ayirsak 3 tonna. 3 tonna 8 sentner 93 kilogramm. D javob. Tenglamani yeching debdi. Demak, bu 6x, 4x ni qo'shsak 10x, 10x dan bittani ayirib tashlasak 9x. Soddalashtirib olamiz. Burada soddalashtirib yozmasak 9x. 21 dan 15 da ayiramiz. Sondan sonda ayiramiz. 21 dan 15 da ayirsak plus 6 qaus ko'paytirilgan 2. Ayrilgan 13 ni tenglik tomoniga o'tkazib yuboramiz. Albatta bu qo'shuv bo'ladi. Xo'p, taqsimot qonuni tashqarida turgan 9x qo'shilgan 6 teng 35 ga 13 ni qo'shsak 48. Ko'paytirilayotgan son albatta bo'luv bo'lib keladi. Bo'lingan 2. 9x 48 ni 2 ga bo'luvdik 24. Qo'shilayotgan son ayrilgan bo'lib keladi. 24 dan 6 ni ayirib tashlaymiz. 18. Ko'paytirilayotgan son yoqqa bo'luv bo'ladi. 18 ni bo'lamiz 9 ga. X teng 2. Javob. O'n ikkinchi savol. Alisher, Nabi va Umidning og'irliklari birgalikda 89. Demak, 3 ta odam bor. 3 ta odamning og'irligi 89 kilogramm ekan. Alisher va Nabi 63. Endi e'tibor bering, qarang, mana bu ikkalasi 63 ekan. Umumiy hisob 89 edi. Birinchi qiladigan ishimiz 89 dan bunday tipdagi masalalarni ishlash borish yo'li ko'p. O'zingizga qulayroq usulni tanlab ishlab ketaverasiz. 63 ta ayirib tashlaymiz.
6, 26. Bo'ldi, biz Umidning og'irligini topdik 26. Endi Nabi va Umid 58 ekan. Nabi va Umid 58 ekan. Mana bu ikkalasi 58, Umidning og'irligi 26. 58 dan 26 ni ayirib tashlaymiz. 58 dan 26 ni ayirib tashlaymiz. 2, 32. Demak, Nabining og'irligi 32. Bizdan Nabining og'irligi so'ralgan. Masalan, javobi hal bo'ldi. 32. 13-savol. 5 kilogramm olma 30 ming so'm, 7 kilogramm nok 56 ming so'm. U holda 9 kilogramm nok, 9 kilogramm olmadan necha so'm qimmat? Xo'p, olmaning 1 kilogrammining og'irligini topish uchun 30 mingni 5 ga bo'lsak, olma 6 ming so'mdan ekan. Nokning 1 kilogrammining og'irligini topib olish uchun 56 mingni 7 ga bo'lamiz, 8 ming so'm ekan. O'zi 1 kilogrammlarining farqi 1 kilogrammlarining farqi 2 ming so'm farq beradi. 8 mingdan ayiramiz 6 mingdan. 2 ming. 1 kilogrammlarining farqi 2 ming. Bizdan 9 kilogramm farqini so'ragan uchun 9 ga ko'paytirib qo'yamiz. 18 ming. Javob. 14-savol. Anvar va Odilning yoshlar yig'indisi 1 yil oldin 7 edi. Ikkita jo'raning yoshlar yig'indisi 1 yil oldin 7 edi. 1 yil oldin 7 edi. Demak, bir yil oldin 7 edi. Endi hozirgi yilga kelib ularning yoshlar yig'indisi necha bo'ladi desak, 8 deb o'ylaydiganlar bor. Yo'q, 8 emas, 9 bo'ladi. Nega? Chunki ikki kishi har biri bir yoshdan ulg'aygan bo'ladi. Keyingi yil ularning yoshlar yig'indisi necha bo'ladi desak, yana 2 yil qo'shamiz. 11 yil bo'ladi. Oddiy misol tariqasida bu umumiy nazariya holatda ishlanishi. Endi oddiy misol qilib ishlab ko'rsatamiz. 1 yil oldin 7 yoshda bo'lsa, 1 yil oldin Anvar 3 yoshda bo'lsin, Odil 4 yoshda bo'lsin. Hozir ular Anvar 4 yoshda bo'ladi, Odil 5 yoshda bo'ladi. Keyingi yil Anvar 5 yoshda bo'ladi, Odil 6 yoshda bo'ladi. Yig'imiz 11 chiqadi. Ikkita odam bo'lganligi uchun har yiliga 2 qo'shib boriladi. Chunki har biri 1 yoshdan ulg'ayganligi uchun. Xo'p, 89147 sonni o'nlar va yuzlar xonasiga xatlang. Demak, o'nlar xonasiga xatlaganimizda 7 soni 5 dan katta bo'lganligi uchun 1 qo'shiladi, 89150 bo'ladi. O'nlar xonasiga 1 qo'shiladi. 89150. 89150 o A javobda bor, D javobda bor. Demak, bundan xulosa beriladi. B javob bilan C javob xato javoblar. Chiqartirishimiz bo'ladi. Xo'p, endi yuzlar xonasiga xatlaymiz. Yuzlar xonasiga xatlash degani virgul oxirgi ikkita xonani nolga aylantirish degani. 47 soni 50 dan kam bo'lganligi uchun shunchaki tashlab yuboriladi, 89100 bo'ladi. D javobda turibdi. (16) 80564 sonidagi o'nlar xonasidagi raqam bilan minglar xonasidagi raqamni almashtirganimizda hosil bo'lgan son dastlabki sondan qanchaga o'zgargan bo'ladi? Xo'sh, o'nlar xonasida va minglar xonasi. Demak, bizda o'nlar xonasida 6 turibdi, minglar xonasida 0 turibdi. Ikkalasini joyini almashtirsak 86500 4 degan son paydo bo'ladi. Dastlabki son esa 80564. Demak, son o'z-o'zidan ko'rib turibmiz, qiymat jihatdan ortdi. D javob bilan C javob xato, demak kamaydi degan javoblar. Endi qanchaga ortganini ko'rib chiqamiz. 0 4 9 5. 5940 ga ortdi. B javob.
Tenglamani yeching. 460 dan 368 da ayiramiz. 2 9 92. Endi buni 23 ga bo'lamiz. 4 Sejal. 18-chi savol. Bir o'ram elektr simidan oldin 14 metr, yana 12 metr qirqib olindi. Shundan keyin o'ramda 15 metr qoldi. Dastlab qancha bo'lgan? Demak, bu uchalasining yig'indisi bo'ladi. 14, 12 va 15. Yigirma yetti, etak, 26, 41. 41 bu ajoyibda turibdi. Lola ko'ylak va qo'lqop tikdi. Ko'ylak uchun 4 detsimetri 10 cm. 4 detsimetri 10 cm bu 5 detsimetr degani. Ko'pchilik mana shu joyda chalkashadi, sababi santimetrga detsimetrga qo'shib o'rganib qolgan. O'sha detsimetrga darrov o'tish kerak. Bu to'liq o'ta oladi detsimetrga. 5 detsimetr. Qo'lqop uchun esa ko'ylakka nisbatan 20 cm kam, ya'ni 2 detsimetr kam. Ko'ylakka nisbatan 2 detsimetr kam bo'lsa, qo'lqopga demak 3 detsimetr sarflagan. Ikkalasi jami 8 detsimetr bo'ladi. Xo'p, 15 cm uzunlikdagi kesma 9 cm ga qisqartirildi. Qolgan kesma uzunligi necha santimetr? 15 dan 9 ayirib tashlaymiz. 6 cm. 7 yil 8 oy necha oy hisoblanadi? 1 yilimiz 12 oy bo'lgani uchun 7 ni ko'paytiramiz 12 ga. Qo'shamiz 8. 7 kere 2 14. 84. Qo'shamiz 8. 92 oy. Sarvar kecha kitobni 125 betini o'qidi. Bugun esa kechagidan 30 bet ko'p o'qidi. Demak, Sarvar bugun kecha 125 o'qidi. Bugun undan 30 bet ko'proq o'qidi desa, demak 155 bet o'qidi. Bugun. Endi 2 kunda desa ikkalasini qo'shamiz. Xo'p, qo'shamiz. 270, 280. 280 bet. Bochkada 8 litr suv bor edi. Unga yana 16 litr suv quyildi. Bochkadagi suv oldingisidan necha marta ko'p bo'ldi. Mana shu so'zda marta so'zi. Demak, boshida bochkada 8 litr edi. Keyin 16 litr quyildi. Endi 24 litr bo'ldi. Dastlabkisida necha marta ko'p desa 8 ga bo'lamiz. 3 marta. 3 marta arzon turibdi. Raqs liboslarini tikish uchun atlas va chit mato sotib oldilar. 36 metr atlas va 28 metr chit mato sarflanganda 24 metr mato qolgan. Qancha metr mato sotib olingan? Bu dastlabki boyagi masalaga o'xshash. Demak, 36, 28, 24 qo'shib chiqamiz. 36 ga 24 qulay usul bilan hisoblayotganmiz. 36 ga 24 qo'shsak 60 bo'ladi.
60. 60 ga 28 qo'shsak 88 bo'ladi. Yarmarkaga fabrikadan adyollar keltirildi. Kunning birinchi yarmida 19 ta adyol, tushdan keyin esa 34 ta adyol sotildi. Yarmarkada 16 ta adyol qolgan bo'lsa, nechta adyol olib kelindi? Xuddi 24-savolga o'xshagan tip. Demak, 19, 34, 16 yig'inni tuzamiz. Qulay usul bilan hisoblash doim kerak bizga. Demak, 4lik bilan 6likni qo'shib olamiz. 40, 50 bo'ladi. 50 ga 19, 69 bo'ladi. Tenglama teskari tamoyil masalalarga o'xshash, ya'ni aytilgan ish teskarisini qilib ketaveramiz. Bo'luv bo'lsa, u tomonni ko'paytirib qilamiz. Hop. (403) ayrilgan x qo'shilgan 46 qavs qo'yib qo'yibdi. Teng 86 ko'paytirilgan 2. 2 ga ko'paytirsak 172. 172 dan 46 ni ayiramiz. Hop. 6 126. 403 ayrilgan x teng 126. 403 ayrilgan x 126 bo'lsa, x topish uchun 403 dan 126 ni ayirib tashlaymiz. (277) da javob. Qonuniyatni topib, nuqtalar o'rnini to'ldiring deyapti. 122, 32, 142, 52, 162. Xo'p. Qonuniyat topishimiz kerak. Demak, bu yerda qanaqadir qonuniyat bor deb qonuniyat topishimiz kerak. Bu yerda qonuniyat quyidagicha o'quvchilar. Mana bu ketma-ketlik boshqa bir qonuniyat. Mana bu, undan keyingisi u boshqa bir qonuniyat bilan ishlayapti. Shunday qilib ishlasak, osonroq bo'ladi. Ikkita qonuniyatni qo'shib yuborishgan. 122, 142, 20 taga ortgan. Keyingisi 162, yana 20 taga ortgan. Undan keyingisi, ya'ni mana bu ham 20 taga ortadi, 182 bo'ladi. Endi bunisiga o'tamiz. 32, 52. Bu ham 20 taga ortgan. Keyingisi bu ham 20 taga ortadi. 72. Keyingisi esa bu 72 bo'ladi. Bundan keyingisi esa 92 bo'ladi. Bunaqa tartibdagi javob C javobda turibdi. Tushunarli. Ba'zida o'shunaqangi bo'ladi. Ikki xil qonuniyatli misollarni aralashtirib yuborishgan bo'ladi. Ajratib olib ishlasangiz osonroq chiqadi. 28. 864 sonini o'nlar xonasiga yaxlitlanyapti. O'nlar xonasiga yaxlitlash degani, agar birlar xonasidagi son 5 dan kichkina bo'lsa, shunchaki tashlab yuboriladi. Agar 5 ga teng va undan katta bo'ladigan bo'lsa, o'nlar xonasiga bir-birlik qo'shiladi. Bizda birlar xonamizda 4 turibdi. Bu 5 dan kichkina. Buni shunchaki tashlab yuboramiz. 860 bo'ladi.
O'nlar xonasidagi raqamni 3 taga orttirsak, son nechtaga ortadi? 3 kara 10 30, 30 ga ortadi. Bejo. Agar yuzlar xonasi desa 3 kara 100 deysiz, 300 deysiz. Agar birlar xonasi desa 3 kara 1 deysiz. Minglar xonasi desa 3 kara 1000 deysizda 3000 taga ortadi deysiz. Kamayapti desa kamayadi deysiz. O'sha xona birligiga ko'paytirib topiladi, osongina bo'ladi. Xo'p, keyingisi 30. Berilgan to'g'ri to'rtburchakning perimetri 28 ga teng. Uning yuzini toping. Demak, perimetr degani ikkita tomon yig'indisi. Bitta tomoni 6 ekan, ikkinchi tomoni noma'lum. Teskari tamoyil 28 2 ga bo'lamiz. 14. Demak, mana bu va 6 ning yig'indisi 14 ekan. X'i topish uchun 14 dan 6 ni ayiramiz. 8. Demak, ikkinchi tomoni 8 ga teng ekan. Uning yuzini toping deyapti. 6 kara 8 s 100 6 kara 8 48. B javob. Demak, 4-sinflarimizda Bilimdon bolajon olimpiadamiz maktab bosqichi testlari shu 30 tadan iborat edi. Kalitlari mana shu tartibda videoni ko'rib, o'zingiz ishlagan testlaringizda, javoblaringizda natija chiqqunga qadar tekshirib, xatolaringizni tahlil qilib o'rganib olishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, barchaga omad tilaymiz. Ilm olishda charchamang.